Assalomu alaykum, e'tiboringizda Nazar haftalik ma'lumot dasturi. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim xabarlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Studiyada Davron Nasibxonov bugungi dasturimizda. Maktabni a'loga bitirganlarga oltin sertifikat berildi. Школам келет, медакадемияға тапшырам. Aqsida biopasport berishda 2 million so'm poraxo'rlik yo'li bilan olinganmi? Kepillik berem, pasport bekeri, bir so'm olib. Qirg'izistonga yiliga 4 millionga yaqin turist keladi, lekin ularga nima yoqmaydi? Saz kelgensip жатактарда көңүл жылтарлык эмес. Бирок жаратылышы кооз. Avtomobillarning ma'lumotlarini umumiy bir bazaga tushmoqda. Bu nimaga kerak edi? Areст залогун tekshirtem desangiz shu mamlaketlik. O'lkada qishloq shaharlarning bosh plani tuzilmoqda. Buning sababi nima? Ruxsat alуу мүмкүнчүлүгүнө teskeri ta'sirin. Dasturimizni boshlaymiz. O'tib borayotgan haftada o'lka bo'yicha 55 bitiruvchi oltin sertifikatni qo'lga kiritdi. Bu umum respublika testi xulosasi bilan aniqlanib, eng yuqori ball 236 ga yetgan. Ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 5% ga yuqori. Endi imtiyozli sertifikatni olgan o'quvchilar o'lkadagi istalgan oliy o'quv yurtiga topshirib, bepul bilim olishadi. A'lochilarni taqdirlash davlat ala-archa qarorgohida o'tib, o'quvchilarning mukofotini prezident Almazbek Atambayev o'zi topshirdi. Respublika hududidagi maktablarning bilim berish darajasini umumrespublika test sinovi aniqladi. Bu yil 11-sinfni 62 ming o'quvchi yakunlab, ularning 55% 110 ballik bo'sig'idan o'tgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 5% ga yuqori bo'lib, oldingi safda Bishkek shahrining o'quvchilari turadi. Chunki 45 bitiruvchi shahardagi maktab gimnaziyalarini yakunlab, oltin sertifikatga ega bo'lish oldida turibdi. Bishkek shahri bo'yicha 45 o'quvchi, Chuy oblasida 6 bitiruvchi, O'sh oblasti bo'yicha 2 o'quvchi bo'lsa, Norin bilan Jallabod oblastlaridan bir nafardangina o'quvchi oltin sertifikatga ega bo'lishdi. Tanladim, hozirda men vrach bo'lgim keladi, medakademiyaga topshiram. Kelishakda yaxshi bir vrach bo'lib chiqim keladi. Ilg'or o'quvchilarni taqdirlash marosimi har yilgidek ala-archa davlat qarorgohida uyushtirildi. Qator bo'lib tizilib, prezident Almazbek Atambayevni kutgan o'quvchilarning quvonchining cheki yo'q. Ularning biri Bishkek shahridagi Yakira nomidagi nomer 61-fizika matematika maktab liseyining bitiruvchisi Azat Jantayev. Davlat rahbarining qo'lidan sertifikat olib, kelajakda kuchli huquq himoyachisi bo'lishni niyat qilmoqda. O'zim Yur akademiyada o'qiyapman, biroq kontraktga o'qiyman. Antkeni жалпы республика bo'yicha ekonomik jana yurisprudensiya tarafında byudjet berilmaydi ekan tilakka qarshi. Vrach, yurist, dasturchi, jurnalist qisqasi turli tarmoqning bo'lajak vakillari shu yerda yig'ilgan. Ular tanlagan kasbi bo'yicha yaxshi bilim olib, davlat rivojiga hissa qo'shishni istashadi. Buni prezident Almazbek Atambayev ham ta'kidlab, o'quvchilarni doim bilimning ortidan quvishga chaqirdi. Mana hozir biz yozib atgan strategiyani 2040 degende. Xudoy buyursa sizler yüzege aşırasınlar. 2040 yılı Kırgız kaganatının 1200 yıldığı olur. Albatta qayradan kaganat düzelmeyiz, biroq abdan mıktı bay өлkö Xudoy buyursa düzesingер dep işenim. Geleceğiңер keng bolsun. Köp yaşagılı. Köp yaşasaңар bardığına жетишесиңер, Xudoy buyursa. Jaratgan daima sizlerдің жолуңарды açıp tursun. Vaqtlı bo'lg'ila. Shunday qilib, oltin sertifikatni topshirish tadbiri boshlandi. Avval yuqori ko'rsatkich 236 ball olgan Abay Januzaqov chiqib, Atambayevning qo'lidan sertifikat, faxriy yorliq, pul mukofoti va planshet olishga erishdi. Aytishicha, bugungi kun u uchun unutilmas kun bo'ldi. Endi ota-onamning va prezidentning ishonchini oqlab, tanlagan kasbim bo'yicha ham yaxshi o'qiyman deydi bitiruvchi. Готовился я полгода, сразу поставил себе цель и очень обрадовался, когда ее достиг. Бүгүн аябай кубанычтамын. 11 жыл окуп, алган билимимдин жыйынтыгы мыкты чыгып, буйруса келечекте программист болуп, элдин керегине жарагым келет. Bu yil o'lka bo'yicha 55 o'quvchi oltin sertifikat bilan taqdirlansa, ayrim o'quvchilar yuqori bali uchun ham prezidentning qo'lidan maqtov yorlig'ini olishdi. Gulzara Bakayeva, Davron Nasibxonov, Azamat Imanov, Intimaq. Biopasport yil oxirigacha bepul beriladi deb aytishgan edi.
lekin Aqsa rayonida uni bepul olib borilmayotgani aytilmoqda. May oyidan beri 8000 fuqaro bepasport olgan bo'lsa, suratga tushish 250 so'm ekan. Ammo yetakchilik bari bepul bo'layotganini aytib ishontirishga harakat qildi. Bunga qaramay yashirin kamerada tasvirlanishicha pul talab qilinar ekan. Oxirgi 2 oyning o'zida 8 kishi 250 so'mdan bersa 2 million bo'ladi. Lekin bu pul qonuniy olinganmi degan savolga nazorat organi hali qiziqib ko'rmagan. Qirg'izistonga yiliga 4 millionga yaqin sayyoh keladi. Milliy statistika komitetining rasmiy ma'lumoti bo'yicha ularning 70% Issiqko'l oblastiga borsa, 20% O'sh oblastiga kelmoqda. Qolgan 10% esa o'lkaning boshqa hududlarini kezishadi. Lekin xorijiy sayyohlar uchun kerakli sharoitlar yaratilmagani uchun aksariyat mehmonlarning yana qayta kelmasligi gumon. Sharoitlarni qanday qilib yaxshilash mumkin? O'sh oblasidagi turizm tarmog'ida ahvol qanday? Aqsa rayonidagi yangi pasport olganlarning ko'pchiligi 16-18 yoshdagi o'smirlar. Birinchi marotaba pasport olish uchun tegishli idoraga murojaat qilgan 17 yoshdagi Nurmuhammed Ahmadov suratga tushib unga 250 so'm to'lagan. Aslida mazkur xizmat ham bepul olib borilishi kerak degan qoida bor ekan. 11-maydan 250 so'm desam nega deb oldim? Mazkur so'zlar qanchalik haqiqatga to'g'ri kelishini bilish maqsadida biz ham kirib pasport almashtirish haqida qanday bo'lishi borasida ma'lumot olib ko'rdik. Chindan ham Aqsa rayon pasport viza ro'yxatga olish ishlari bo'limidagi xodimlar pul to'lanishi kerakligini aytdi. Uni pasport olgan fuqaroni ro'yxatga olish uchun deb izohlashdi. Biometrik pasport beriladi. Aqchasi qanday bu? Qancha so'm bo'ladi? Qanday bo'ladi? 250 so'm za registratsiya pulini. Qolganicha jo'nako'y pasportini almashtirsa-da shunday bo'ladi? Shundayda bo'ladi. 250 so'm. Yangi biometrik pasport olish uchun bir kunda 10 ga yaqin fuqaro murojaat qiladi. Mazkur idora rahbari esa pasport bepul berilishini aytib, aytilgan so'zlarni inkor qildi. Hattoki biz guvoh bo'lgan voqeani ham inkor etdi. 8996 жаранга паспорт бердик ушул күндө. Эме берем, гарантия берем, кепилдик берем, паспорт бекер, бир сом албайбыз. Idora xodimlari noqonuniy pul talab qilganligini aytib, pulni berishayotganligini aytganlar soni ko'p bo'lgani bilan kameraga aytib berishdan xavotirlanishadi. Eslatib o'tsak, Aqsa rayonida 130 ming pasport oluvchi fuqaro bor. May oyidan beri 8 mingga yaqin fuqaro yangi pasport olgan bo'lsa, unda har bir fuqaro 250 so'mdan bersa 2 million so'm atrofidagi pul poraxo'rlik yo'li bilan olinganmi degan savol paydo bo'ladi. Avtomobillarning hujjatlari umumiy bir bazaga tushmoqda. Yangi avtomatlashtirilgan dastur mashinalarning va haydovchilarning ma'lumot bazasini tuzib, onlayn ro'yxatga olish imkoniyatini yaratdi. Endi haydovchilarga xizmat ko'rsatish yengillab, avtomobillarni ro'yxatga olish ishi elektron baza bilan yurgiziladi. Bu bilan avtomobil egalari texnik vositalarni o'lkaning barcha hududidan ro'yxatdan chiqarish, ro'yxatga qo'yish ishlarini amalga oshira oladilar. Gosnomer, texpasport. Yangi avtomatlashtirilgan dastur avtomashinalarni ro'yxatga olish va chiqarishni osonlashtiradi. Endi haydovchilar o'lkaning boshqa hududlaridan avtomobil olib, o'sha yerdan raqam bilan birga o'zi yashagan hududga ro'yxatdan o'tkazib oladi. Bu elektron usul bilan olib borilib, sotib olingan mashina raqami umumiy bazaga kiritiladi. Unda mashina haqidagi barcha ma'lumotlar xaridorga ma'lum bo'ladi. Bu mashinani bozordan sotib ola turgan bo'lsangiz, areст залогын tekshirtem desеңiz, shu mamlakеттик каттоо кызматына кайрылып, машина номерин айтсаңыз, ошо базада арестте турганы, банктагы арестте турганы ошо билсеңиz болот да. Umumiy bazani Ichki ishlar ministrligi soliq va bojxona xizmatlari qabul qiladi. Bu bilan chetdan olib kelingan mashina va yillar davomida ro'yxatga olinmagan avtomobillar nazoratga olinadi. Bu o'rlangan, qamoqqa olingan va garovga qo'yilgan avtomashinalarni tekshirib, xaridor ishini yengillashtiradi. Buning uchun avtomashina egasi texnika kodini davlat ro'yxatga olish xizmatidan tekshirtirishi kerak. Onlayn turida avtounalar bo'yicha xizmat tuzuu, ошолорду каттоо, аларга тиешелүү документтерди берүү.
Avtomatlashgan yangi loyiha asosida bu yilda haydovchilarga elektron texnik pasport ham berilishi rejalashtirilmoqda. Hozirda ittifoqqa a'zo 5 o'lka ichida o'zaro so'zlashuvlar olib borilyapti. Agar amalga oshsa, unda Qirg'izistonda ro'yxatga olingan mashinalar ittifoq ichida ham sotuvga chiqarilsa bo'ladi. Sababi har bir mashinaga identifikatsiya raqami beriladi. Bu aholiga xizmat ko'rsatib, qidiruv ishlarini tez olib borishga sharoit yaratadi. Notarius бирөөнө ишеним кат берип атканда, мисалы, нотариустар ошол автоматически ушу программага кирип калгандай болуш керек да. Мисалы, азыркы күндө Ташматов айдап жүргөн, Ташматовдун намында турган машина нотариус менен ишеним кат менен Эшматовго өтүп атса, биз азыркы күндө билбейбиз. Эгер ошол жанагы интеграция кылып койсо ошол программа менен конкретно билмек да. Мисалы, бирөө жолдон бир жол эрежесин бузуп койгон болсо, ошол жанагындай видео фиксацияга түшүп калган болсо, биз конкретно бияктан программадан көрүп айта алабыз да. Мына бул ишеним кат менен жүрөт же бул машинанын намында жүрөт, бул адам намында ошол бузду эрежени дегенге мүмкүнчүлүк болот да кийин. Yangi dastur respublikaning barcha hududlarida ish boshlab, xaridorlarga xizmat ko'rsatmoqda. Asosiy hujjatlar o'zgarishsiz qolib, mashina egasining arizasi bilan kerakli tekshirish ishi amalga oshirib, umumiy baza har soatda yangilanib turadi. Bungacha dasturlar bir oyda bir marotaba yangilanib, avtomobil bo'yicha ma'lumotlarni tekshirish qiyin bo'lgan. Majron Ulug'bek qizi Gulzara Baqayeva, Azamat Imanov, Intimaq, Bishkek. Batkenning O'zbekiston bilan chegaradosh Bo'zadir qishlog'ida 400 gektarga yaqin yer sug'orish suvining yo'qligi sababli ishlatilmay kelayotganiga 25 yildan o'tdi. U yerga soyuz vaqtida nasos orqali O'zbekistondan 10 kub suv tortilib, bir yilda 2 marta hosil olingan vaqtlar ham bo'lgan ekan. Lekin keyinchalik suvsiz qayroq yerga aylangan 700 ga yaqin dehqon shu sababdan yerlardan foydalana olishmayapti. Buradagi 400 gektar ulush yer 25 yildan beri suv yo'qligidan ishlatilmay turibdi. Avval bu yerlarga O'zbekistonning Sharxobod qishlog'idan nasos bilan sekundiga 900 litr suv tortib turilar edi. Lekin soyuz tarqagandan keyin Sharxoboddagi xalqning soni ko'payib, O'zbekiston suv o'tkazmay qo'ygan. Soyuz vaqtda qurilgan 70-yili, bu qurilgani 40 yildan oshib ketdi. Soyuz vaqtda ishlatilgan yaxshi bo'ldi suv bardashi. Bu yerler egilip, bu yerden 2 yıl düşme alıp. Hem hazır bunu işleyeceğine 20 yıl oldu. Su jetmeydi. Hozirda 400 ga yaqin fuqaro ulush yeriga suv yetmagani sababli ekin ekishmaydi. Aniqroq aytganda, 20 yildan ortiq vaqtdan beri yerlardan foyda ko'rishmaydi. Shunga qaramay oyiga 20 so'mdan soliq to'lab kelishadi. Shu sababdan aholi suv chiqarib bermasa, soliq bahosini qisqartirsin degan talab qo'yishmoqda. 50 sotik ulushim bor o'zi o'sha jo'g'irtacha. Suvga suv ashili yo'q. Mana yoqda uyning oldida bir 10 sotikdan yeringiz bor. O 10 sotik yerga bir yilda bir yol suv kelsa keladi, kelmasa yo'q. Mana ulush joylarimiz bor. Mana kirer işte bu. Biroq o'sha ekin ekpeymiz. Barib men chatag'izam yo'q. Biroq как положено to'laymiz налогini. Agrodkam hech nima pishirib jelbaymiz. Bari yo'q satuv. Kerak bo'lsa mana shu qanday jashilcha pishib o'tadi, barini sotib yeymiz. Qaqragan ulush maydoniga suv olib kelish uchun 2015-yili maxsus loyiha tuzilgan. Unga ko'ra suv 5 chaqirim uzoqlikdagi Qorato'qoy qishlog'idagi Ko'zbuloq ota mozoridan tortilmoqchi. Loyihada mazkur 5 kilometr yerga 250 million so'm mablag' kerak deb ko'rsatilgan. Анан жок, дагы экинчи насостук станция курула турган болсо, ондо ошо 250 миллион арак бирагда кетиш керек. Итүү жасаганга азыр бизге проекттик институтка 5 миллион сом акча которуш керек. Ошо 5 миллион акчаны которсо, анан келип олор итүү жасайт. Бирок 15-16-жылдарга мен бул каналды дүкүргө киргизгем. Райондо да, областта да бар. Joriy yili Abqan, Bo'joy va Bo'zadir qishloqlariga suv chiqarish uchun Og'axon fondidan 350 million so'm ajratilmoqchi. Agarda pul bo'linib loyiha ishga oshsa, Bo'zadir qishlog'idagi 1000 gektar yerga suv chiqarilib, dehqonchilik rivojlanadi. O'shning Modi qishloq hukumatida esa 8 gektar yer shag'al qaziluvchi karyerga aylandi. Bu bo'yicha qishloq hukumatining rahbari bildirdi. Hozirda shag'al qazish bo'yicha texnikalar olib kelinib, ish boshlanish arafasida. Lekin mahalliy aholi bunga qarshiliklarni bildirishdi. Ular bahordan kuzgacha shu yaylovda mol, qo'ylarni boqib kelishgan. Shu sababdan ular yaylov qatori foydalanib kelingan yerni xususiy qo'llarga o'tkazmaymiz deyishmoqda. Bunga qishloq hududining yetakchiligi nima deydi? Modi qishloq hukumatidagi mazkur 8 gektar yerni Qiziltol qishlog'i yashovchilari yaylov qatori foydalanishgan.
Endi esa burayga yetmagan vaqt ichida texnikalar olib kelinib, shag'al qazib olinuvchi karyerga loyihalashtirilmoqda. Shu bois qishloq aholisi qishloq hukumat rahbariga norozilik bildirgani bilan ularning roziligisiz rahbar yerni xususiylashtirib bergan ekan. İşletem dedim, işletem deb turib, tetr basıp ketip kaldı. Oşodan beri teknikalar gelip işlep atat. Biz ne kılışты bilbeyt, az hem gayrıga var barıdan işimizde. Eldin başta 95% karşı. Agar hayvonlar boqiluvchi yer karyerga aylansa, qishloqni chang qoplab chiqindi to'lishi aholini xavotirga solmoqda. Shu sabab mahalliy yashovchilar masalani tez orada hal etib berish uchun hukumat rahbariga xat bilan murojaat qilishdi. İştesi hazır 5-6 gana adam işleydi. Elge hiç qanday paydası yok bizim ayılga. Ziyan da, anan joldan kamazlar uşul jakmen kattaydı. Başka jakta jol yok. Erteң mına kanalды 3 жылда дегенде зорға тазалатқанбыз түп-түз болып қалғанда өкіметке барып. Қазірде бұлардың пайына чыласы бараттағы толот. Keyingi suv almaymiz. 8 gektar yerni xususiylashtirganlar esa barchasi qonun doirasida bo'layotganligini aytishadi. Karyer qatori foydalanish bo'yicha hujjatlarning barchasi bor ekan. Qishloq yashovchilari ham rozilik berib, imzolashganligini bildirishgani bilan unga dalil qatori hujjatlarni ko'rsatishmadi. Men jerim emas, eldin jeri. Bo'p turdi. Biz ne buni jo'nli bosib olib keldik. Basmachi o'ylaydi. Jo dokumentalniy qilib keldik. Ko'rsatmaysan mana. Adevli keluli nersiz Qishloq hukumati rahbari ham yuqorida aytilgan so'zlarni ta'kidladi. Aniqroq aytganda, mol boqiluvchi yer 2012-yilda hukumat qarori bilan yengil sanoat qurilish kategoriyasiga qo'shilgan. Shu sabab yerni tadbirkorlikda foydalanish qonunga to'g'ri kelishi aytildi. Endi 8 gektarga vaqtincha egalik qilgan tadbirkorlar qishloq hukumati balansiga har oyda haq to'lab berish kerak. Hozircha uning miqdori noma'lum, shuningdek qishloq yashovchilari ish bilan ta'minlanishi kutilmoqda. 2025-yilga chayin litsenziya olgan. Oşol жерге чейин бул газат, газгандан кийин рекультивация кылып туруп, кайра бул атайын фонду бар экен, акча төгүп турат, биздин фондго. Эгер газып бүткөндөн кийин өзүм толтуруп берем десе, биз ошол акчаны ошол ишкерге беребиз. Эгерде ошо мен толтурбайм, мөөнөтүм бүттү дей турган болсо, ошол баягы фонддо чогулган акчаны башка бир конкурс менен башка бир ишкерге берип, ошол рекультивация кылып тегизеп, ордуна калыбына келтиребиz да. Ta'kidlab o'tsak, karyerda ish boshlanib, birinchi daromadga qishloqqa elektr yog'ochlarini o'rnatilishi aytildi. Bu qishloq hukumat rahbarining nazoratida bo'lishiga ishontirishga harakat qildi. Aholi esa hukumat rahbari yashovchilar foydasiga masalani hal etishidan, hudud hayvon boqiluvchi dala qatori qolishidan umid qilishmoqda. Majnun Ulug'bek qizi Nurjamol Barg'iboyeva, Nadirbek Bo'ronbayev, Intimaq. Mamlakat hududiga qishloq shaharlarning bosh plani tuzildi. Bunga davlat budjetidan yiliga 50 million so'm ajratilib, har bir hududning arxitektura rejasini mahalliy hukumat o'zi ishlab chiqadi. Hozirda respublika bo'yicha 1914 aholi punkti bo'lsa, uning 633 da chizma ishlari 2025-yilga qadar yakunlanadi. Agar qishloq va shaharlarning arxitektura tuzilishi qog'ozga tushirilib, qonuniylashtirilsa, hukumat sarmoyadorlarning yordami bilan hududlarni rivojlantirishga 2018-yildan boshlab kirishadi. O'lka hududidagi tartibsiz qurilish ishlari hududlarning bosh rejasini tuzishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu haqda Arxitektura, qurilish va turar joy kommunal xo'jaligi davlat agentligi bildirib, xususiylashtirilgan yerlarni qonuniylashtirish kerakligini aytishdi. Sababi hukumat 2018-yildan boshlab 2025-yilgacha respublika bo'yicha 633 hududning bosh rejasini qog'ozga tushiradi. Ish hukumat tomonidan ta'minlanib, sarmoyadorlar yordami bilan hududlar infrastrukturasi yaxshilanadi. Boshqa plan yo'qligi ko'ptagan huquq buzuvlarga yo'l ochadi. Imoratlardan jana quruq dolborlarga ruxsat alуу мүмкүнчүлүгүнө teskeri ta'sirini tegizib жатат. Injenerlik, transportlik, kommunikatsiyalar o'rniga olmay жатат. Buning uchun davlat hududida qurilishlarni nazorat qilib, ularni qonuniylashtirish va davlat tasarrufiga olish kerak. Sababi oldindan taxmin qilingan rejaga noqonuniy qurilgan binolar egalari to'sqinlik ko'rsatishi mumkin. Qishloq va shaharlarning bosh rejasini mahalliy hukumat ishlab chiqib, hukumatga taklif etadi. Sarflanuvchi mablag' davlat g'aznasidan va sarmoyadorlar hisobidan olinadi. Kelgen kişi ko'rib turish kerak. Shaharda biznes planı. O'sha yerdagi mer bardığıdan oşol ırdap sayrabay kerak barın. Anan keyin qarajat kerakda. Anan keyin mamlakat budjetdan baratda. Agerda 20 shaharning uchun bezilib atamiz. 20 shaharning ishlab chiqarish konsepsiyasi barın. Ishlab chiqar. Qarajat barat, borbay qo'ydi. Bilesinglar. Önüktürөбүз son. Jana ketip atkan Rossiya Qirg'iz fondu, kelip atkan janaqil kreditler, jengilder kreditler.
O'sha yerga ishlab переработка boramiz. Chiqin o'sha yoqqa ber deyil beradi sol yoqqa. O'sha shaharning tegeragindagi büyük jana ayıllar, rayonda tegeragинdekiler, o'sha yerdagi ayıl chorva operatsiyaga o'sha yerga kelib qayrashadi. Jumush o'rin bo'ladi. Hududlar bosh rejasini tuzish bilan shaharlarning arxitekturali qurilishi asoslanadi. Yashovchilar uchun ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi binolar qurilib, yo'l va elektr energiyasi bir maromda ishlanadi. Bu taxminan 2025-yilgacha rejalashtirilib, birinchi bosqich bo'yicha 633 shahar va qishloq kirdi. Rejaga ko'ra, yangi quriluvchi binolar hozirda boshlangan arxitektura chizmalariga bog'liq bo'ladi. Masalan, Qorako'l shahridagi yangi aeroport qurilishi bosh rejaga kirmagan. Ген планда жоқ болса, неге қазір анда ғайра аэропорт құрабыз да ақша сұрап атасыз. Ошоға кетіп бартабыз да. Ошо туура эмес иштер болуп калды. Жаңы башка жерге аэропортты курганга чейин эски аэропорт калат толугу менен иштейт толуккандуу. Жаңы которулуп уже уруксат берилгенден кийин эски аэропорт жабылат дагы жаңы аэропорт иштеш керек да. Бул жерде мындай ирети менен последовательно иштеп долбоордон жаңылбашыбыз керек, потому что бул көптөгөн каражаттарды зарп кылуучу нерсе да. Birinchi har bir qishloqning biznes rejasini ishlab chiqish kerak, mahalliy aholini sonini aniqlab, kerakli xizmatlarni tuzish kerak. Sababi o'lka bo'yicha jami 10 shahar rivojlanishi to'xtagan. Ular boshida o'z vaqtida rivojlangan Sulukti, Maylisuv va Toshko'mir shaharlari kiradi. Bunga bog'liq hudud rahbarlarining o'z ishini yaxshi bilmasligi sabab bo'lib, hozirda mahalliy hukumat yashagan joylarni tashlab ketishga majbur ekanligini hukumat yig'inida aytildi. Majnun Ulug'bek, Gulzora Baqayeva, Azamat Imanov, Intimaq, Bishkek. Batkenning Tojikiston bilan chegaradosh Toshtumshu qishlog'iga faollar tarafidan kichik kutubxona qurildi. Bunga qadar bu yerda kutubxona bo'lmagani sababli kitoblar maktab xonalarida saqlanib, ko'pi yo'qolib ketar edi. Ilk tashkil qilingan kutubxona chegaradagi qirg'iz, tojik yoshlari tomonidan qurilib, qurilish ishlari bir hafta davom etdi. Bu vaqtda ikki millat yoshlari do'stlashishga ham ulgurishdi. Qirg'iziston bilan Tojikiston chegaradosh qishloqlarida 30 bola Toshtumshu qishlog'iga kutubxona qurishdi. Mazkur qishloq chegarada joylashib, atrofi Tojikiston qishloqlari bilan qurshalgan. U yerda ungacha kutubxona bo'lmaganligi sabab kitoblar maktab xonalarida saqlangan. Bunday sharoitda kitoblar yo'qolib, yetishmovchiliklar yuzaga kelgan. Kitoblarda klassga olib kirib, shkaflarga qo'yib saqlachuvuz. Kitob kerak bo'lgan malda shkaflarda biriktirib qo'yganmiz. Nima bo'yda haligi kitob ko'p yo'qolayotganda. Shu sabab yozgi dam olish oromgohida yurgan qirg'iz tojik yoshlari bir hafta davomida kutubxona qurishdi. O'tgan vaqt davomida ikki millat yoshlari do'stlashishga ham ulgurishdi. Qurilish ishlarida yordam berayotgan qo'shni o'lka yoshlari ko'mak ko'rsatishdan xursand bo'lishmoqda. Жазгы каникул абдан эсте каларлык болуп өтүп жатат. Анткени кыргызстандык досторубуз менен биргеликте мектепке китепкана куруп жатабыз. Буга чейин мындай иш-чарага катышкан эмес элем. Потому что мы строим библиотеку. Мектепке келип, Тоштумсу мектебинде китепкана куруп жатабыз. Бул андан тышкары мектептин айланасын тазалап, мектепти актап, ошол мектепке пайдалуу көптөгөн иштерди аткарып атат. Gafurov rayonundan keldim. Men Histovarstandan keldim. Qirg'iz dostlarimiz менен биргеликте bir jumadan beri kitepxona qurup жатабыз. Бири-бирибиз менен тил табышып, жакындан тааныш болуп калдык. Uyushtiruvchilarning so'zlariga ko'ra, har bir harakatlar bilan kutubxona qurilishidan tashqari ikki millat yoshlarini birdamlikka targ'ib qilish ishlariga ham sabab bo'lmoqda. Sababi mazkur tadbir tinchlik va rivojlanish uchun chegara hududlarining hamkorligi loyihasi asosida olib borilib, chegaradagi 7 qishloqdan 2 millatning 30 nafar yoshlari to'plangan. Hozir bu o'zi 7 kunlik lager. Bugun 6-kun bo'ladi, ertaga ushul bibliotekani ochilishi bo'ladi. Andan 7 kun ichida biz tushga cheyin kelib jumush ishlarini jasaymiz. Tushga cheyin, tushdan keyin bizda o'quv programma bor. Yangi ochilgan bino bir xonali bo'lib, o'qish xonasi yo'q. Kitob tokchalarida 500 dan ortiq kitob tashabbuskorlar yordami bilan to'plangan. Eslatib o'tsak, Toshtumshu o'rta maktabi 2010-yilda qurilib, 4 xonadan iborat. Hozirda 60 xo'jaligi bor qishloqda 80 bola bilim oladi. O'shning Saroy qishloq hududining yashovchisi Qizchibek Maripova jamoatchilikning yordamiga muhtoj. Uning 3 egizak bolalardan ikkisining borgan sari ko'rish qobiliyati nochorlab, zudlik bilan operatsiya qilish zarur bo'lmoqda. Aks holda 6 yoshdagi bolalar ko'z dardi bois ko'chaga chiqib o'ynay ham olmay qoldi. Maripova saxovatli odamlardan moddiy yordam kutmoqda. Bizning teleguruh bolalarning hozirgi ahvolini ko'rib qaytdi.
Qizchibek Malipovaning 3 egiz tug'ilgan farzandlari hozir 6 yoshda. Ularga Asan, Husen, Fatima degan ismlar qo'yilgan. Fatimaning sog'lig'i yaxshi bo'lib, sog'lom ulg'aymoqda. Lekin tug'ilgandan beri o'g'illarning ko'rish qobiliyati nochor ekanligi avvaliga payqalmagan. Bu yil fevral oyida uydagi buyumlarni yaxshi ko'rmay qoqilib yiqilavergandan keyin sezib qoldim deydi ona. Shundan beri ko'zga shifo bo'luvchi dorilarni berib davolashga urinib keladi. Shunday qilib Asan Husen uzoqqa cho'zilgan ko'z kasalligidan keyin boshqa bolalar bilan ko'chaga chiqib o'ynay olmay qoldi. Sababi shifokorlar onasi Malipovaning nazoratida bo'lishi kerakligini tayinlagan. Shu boisdan ko'zga zarar tekkizmaydigan darajada birozgina televizor ko'rib, yozish, chizish bilan mashg'ul bo'lishadi. Men kitobda dele ko'p qaratqizilmayman-da. Kitobda delechi. Boshqa aq narsaga e'tibor qilaylik deymiz. Multikni qo'yib beradi, uzoqroqdan o'tirib deb chizib narjaqdan shu chiziqdan o'tmay ko'rgunlar deyman. Afsuski, Asan Husenning ko'rish kun sayin nochorlamoqda. Shifokorlar yana tez orada operatsiya qilish zarurligini aytishgan, lekin bu uchun Malipovada kerakli mablag' yo'q. O'zi ham gepatit dardi bilan og'rib hech qayerda ishlamaydi. Turmush o'rtog'i bilan ajrashib ketgan. Bu ham yetmagandek, uy joyi ham yo'q. Hozir onasining uyida yashab kelmoqda. Shuning uchun saxovatli insonlar tomonidan moddiy yordam ko'rsatilsa deb umid qiladi. Negiz o'sha 1-sentyabrga 20 kun qolganda barib boshlashsa, nol o'tmasdan. O'shaga cheyin operatsiyani yaxshi jasab olsak yaxshi bo'ladi. Biroq mumkinchiligim yo'q hozir men to'g'risini aytsam. Nega deganda jo'lab ақчабыз 4000 ele. 4000 ақча alamiz. Anda ikkinchi ay alishim, murda topshirbadim ele. Asan Husenning onasi yordam so'rab qishloq hukumatining yetakchiligiga ham ariza jo'natgan. Arizada qancha mablag' kerakligi aniq ko'rsatilmagan. Shu boisdan yetakchilik imkonga yarasha ko'proq mablag' ajratib berishga harakat qilishlarini aytishdi. Жебичкенеге басқан turganda ko'ra ақча bo'lgan yaxshi edi. Аны көбүнчө бул үй тууралуу да кайрылып атат да. Турак жайга эме кылгыла, ошол болду чечип берсеңер жакшы болот деп атат. Эми азыр өкмөт башы менен дагы макулдашам, дагы кандай чечилет. Үлүш немелеричи баягындай участка дагы ошого да карайбыз да. Qizchibek Malipovaning farzandlari to'g'risida Sog'liqni saqlash ministrligiga ham ma'lumot berilgan. Shu sababdan ministrlik yordami bilan Asan Husenga bepul operatsiya qilinishi ham mumkin. Lekin bepul amaliyotdan tashqari xarajatlarga mablag' kerak. Buning uchun Malipova Elsom elektron hisobini ochdi. Saxovatpesha insonlar bo'lsa 0777 27 70 95 nomeriga mablag' o'tkazishlari mumkin. Nurjamol Barg'ibayeva, Davron Nasibxonov, Nodirbek Bo'ronbayev, Intimaq. 3 juft egizaklarning onasi Qizchibek Malipovaning Elsom elektron hamyonining raqamini qaytalaymiz. 0777 27 70 95. Bizning kanal yordamga muhtoj onaga ko'mak ko'rsatganlarga, ko'rsatmoqchi bo'layotganlarga minnatdorchilik bildirib, egizlar to'g'risida ma'lumot berib turishga va'da beradi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr omon bo'ling. Studiyada men Davron Nasibxonov bo'ldim.